lekin o'shanaqa bir voqea ham bor. Bir inson tush ko'rar ekan, har kuni tush ko'rar ekan, endi 40 yoshlar atrofidagi inson tushida o'shanaqa bekromslarga o'xshagan ochiq dalada yurarmish. Ochiq dalada yurarmish va o'sha baxtliymish. Endi yosh 40lardan oshgan insonda dalada mazza qilib yurganda yoniga har kuni bir 60 yoshli bir pakana chol kelar ekanda, "Ki o'g'lim, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Yaxshi keldingmi? Ki o'g'lim, ikkalamiz birgalashib siyamiz" deydi. Ki ikkalasi siyar ekan o'sha ochiq dalada bemalol mazza qilib. Keyin o'sha inson bilsaki, uyg'onib qarasaki, ne ko'z bilan qarasa, ushtoniga o'sha ishini qo'ygan bo'lar ekanda.